2026-yil 1-aprel tomchilab sug'orish shlanglarini o'rnatgan edik. Ishga tushganiga mana bir hafta bo'ldi, xudo xolasa. Mana bir qismiga kecha ochganmiz, mana hamma joyi hozir mana shunaqa suv bo'lyapti. Hamma joy, hamma agatda, hamma ariqda suv bor. Oldingi yillari mana shu agatlarni sug'orish uchun ikkita kranimiz bir oylab ishlar edi. Hozir mana 3 kunda xudo xolasa hamma agatda suv bor, hammasi. Shlanglar mana o'tlar darasiga qolib, bu bemalol 3-4 yil xizmat qilish imkonini beradi. Va shu bilan birga o'tga qarshi dori sepyapmiz. O'tga qarshi dori, xudo xolasa o'tlarni quritib, daraxtlar tayini toza, ertaga hosil yig'ib olish uchun, xalaqit qilmaslik uchun harakatda biza.